Unda bo'lsa biz bugungi darsimizda 6-darsning muzokarasini qilamiz. Biz muzokara qilishdan ilgari bugungi imtihonninki mulohazasini olib borsak, bugungi imtihonda ko'pincha o'quvchilarning natijasi yaxshi, ammo bir qism o'quvchilarda yana biz ilgari so'zlab o'tgan grammatikani tushunmaslik masalasi bor. Shuning uchun biz buni endi bir qatim mulohaza qilib o'tamiz. Qaraydigan bo'lsak, birinchi savol resimga munosib javobni tanlang deb bir karavotning resmini berdi, uning ostiga 3 dona tanlashni berdi. 3 dona tanlashni. Birinchisi hada maktabun, bu ustal. İkincisi hada kursiyun, bu o'rindiq. Üçüncüsü hada sarirun, bu karavot. Bu 3 javobning qaysi mos keladi? Albatta bu yerda karavot bo'lgandan keyin buningga karavot mos keladi. Shunga hada sarirun, bu karavot degan so'zni tanlaymiz. Ba'zi o'quvchilar shunday aniq bir savolga hada kursiyun, bu o'rindiq degan gapni tanlab qo'ygan. İkincisi resimga munosib javobni tanlang. Bu 8 nomerlik. Buningga kitobdan birini berib, ostiga 3 dona tanlash berilgan. Birinchisi hada qalamun, bu qalam. İkincisi hada kitabun, bu kitob. Üçüncüsü hada varaqun, bu qog'oz. Bu 3 sonning qaysi to'g'ri? Resimdagi albatta kitob bo'lgan ekan, buningga hada kitabun degan sonni qana qilamiz? Tanlaymiz. Hada kitabun degan sonni tanlaymiz. Ba'zi o'quvchilar buningga varaquni tanlagan. Üçüncüsü resimga munosib javobni tanlang. Resimga munosib javobni tanlang. Resimda birdan o'qituvchininki dars o'tayotgan holati berilgan. Buning 3 dona tanlash berilgan. Hada imamun, hada talibun, hada mudarrisun. Bu imam, bu o'quvchi, bu o'qituvchi. Albatta buning qaysi mos keladi? Bir dars so'zlayotgan ko'rinish bo'lgan ekan, buningga hada mudarrisun degan jumla qanday keladi? To'g'ri keladi. Undan keyin resimga munosib javobni tanlang. Bu yerda bir o'quvchining yuritilgan holati berilgan. Bir o'quvchininki yuritilgan holati berilgan. 2 dona tanlash berilgan. Birisi at-talibu jalisun, yana birisi at-talibu waqifun deydi. Bu qaysi mos keladi? Albatta bu yerda o'quvchi yuritilgan bo'lg'achqa buning mos keldigini at-talibu waqifun. Yani o'quvchi yuritilganlik degan tanlash to'g'ri keladi. Bu shunday ochiq savolmi? Ba'zi o'quvchilar at-talibu jalisun deganni tanlab qo'ygan. Chunki bular jalisun bilan vaqifunning ma'nosini obdan o'zlashtirmagan. Undan keyin 5-inchisi to'g'ri javobni tanlang deb ayna Fatimatu, Fatima qayerda? Fatima qayerda degan savol berilgan. Fatima degan bir ayol kishining rasmi bir sinfda turgan holati berilgan. Bunda bo'lsa bu qaysisi to'g'ri? Birinchisi hiya fil faslu deb oxirasini nima qilgan? Pesh o'qilgan. Ikkinchisi hiya alal fasli, o sinf ustida deb datda ustida deganni bildiradigan harfi jarcho kirgan. Üçüncüsü hiya huwa fil fasli deb kishilik almashlikda xatolik yuz bergan. Kishilik almash xatolik yuz bergan. Chunki huwa degan erlar uchun bu yer tug'ini ayol kishi, ya'ni ayni Fatima deb biz ayol kishini so'g'achqa chuqur buningga hiya kirish kerak. To'rtinchisi hiya fil fasli. Mana bu to'rtinchisi to'g'ri javob. Bu nerda? Sinfda deymiz. O sinfda deymiz. Buningda kishilik almashmi to'g'ri, harfi jarning ala kirimi fi'ning kirishimi to'g'ri. Chunki fi degan atrof etilgan datani ifodalaydi. Ondan keyin harfi jar kirgandan keyin birinchisiga oxirisi pesh bo'lib qolmadi. Oxirisi o'lchamli holda o'qildi, zir o'qildi. Shuning uchun buni biz to'g'ri deymiz. To'rtinchisi to'g'ri. Mush savolda eng ko'p o'quvchi xatolashgan savolning birisi shu. Undan keyin to'g'ri javobni tanlang deb aynal kitabu, kitob qayerda degan savol berilib, buningga 3 dona javob berilgan. Birisi huwa fil maktabi, u ustal ichida deb data ichidani bildirgan fi keltirilgan. Ikkinchisi hiya alal maktabi deb buningda kishilik almash xato berilgan. Uchinchisida huwa alal maktabi deb to'g'ri javob berilgan. Buningda bir qism o'quvchilar xato tanlagan. Buningda eng to'g'risi huwa alal maktabi, ya'ni erlik bo'lgan ekan kitob oxirida ayolning ta'sisi yo'q.
erlik bo'lg'achqa buningga huva kelish kerak. Bu data ustida ustalgan ustida turg'achqa buningga qaysi kelish kerak? Ala kelish kerak. Ala kelish kerak. Yettinchisi boş o'ringa munosib so'z tanlang deb bu yerda bir igi berilgan xabar yo'q. Al hajaru tash, boş o'rin, pakiz, meynat, ig'irdan iborat 3 dona so'z berilgan. Buningga ko'pincha ular to'g'ri javob bergan. Tash, ig'ir degan so'z chu buningga eng muvofiq. 8-incisi boş o'ringa munosib harf tanlang deb ila, min, ala, fini bergan. Bu yerda berilgan jumla qaysi deganda Muhammadun zahaba ilal Muhammadun zahaba bosh o'rin jamia. Muhammad bosh o'rin universitetga. Endi bu yerda universitet. Muhammad universitetga ketdi deyish uchun, Muhammad universitetga ketdi deyish uchun g'aqa gakani bildiradigan harfni qo'yish kerak. Uning uchun qaysini bildiradi? Minmo yo'q, alamo yo'q, fimo yo'q, qaysi ila. Ilani biz g'aqa gaka deb bilamiz. Shuningga bunun eng to'g'risi to'g'ri bo'lgani qaysi ila. Qolganini qo'ysak xato. Mushuningdimi ko'pincha o'quvchilar xatolashgan. Uningdan keyin tuvandagi cümlelerden to'g'ri cümleni tanlang deb 3 dan 4 dona shibihi cümle berilgan. Shibihi cümlege o'xshab ketadigan qisqa bir birikma berilgan. Muzaf, muzafun ilayhlik birikmachi berilgan. Buni ko'pincha o'quvchilar buningda xatolashgan. Masalan, birinchisi kitabun hamidin deb berilgan. Buningdagi xatolik nima deganda, buningdagi kitabun deb aniqlanuvchi bo'lgan muzaf tanvin qo'sh o'qilgan. Bu qo'sh o'qilsa bo'lmaydi. Qo'shiq olmaydi. Bunun xatolik muzafning qo'shiq olib qolganligi. Ikkinchisi kitabu hamidun deb bunda aniqlovchi bo'lgan hamid nima qilgan? Pesh qilgan. Aniqlovchi nima qiladi? Aniqlovchi degan zir o'qiladi. Uchinchisi al kitabu hamidin deb bunda muzafqa, ya'ni aniqlanuvchiga alif lam kirib qolgan. Bu mu xatolik. Dördüncüsü kitabı Hamid'in to'g'risi mushu. Onundan keyin tuvandagi cümlelerden to'g'ri cümleni tanlang deb bir nida cümlesi berilgan. Harfi nida ve munodadan tarkib topgan bir cümle berilgan. Masalan, ya Muhammadu desak, birincisi nima ekan? Ya Muhammedu. İkincisi ya Muhammedun. Üçüncüsü ya Muhammede. Dördüncüsü ya Muhammedi. Bunun da doğrusu ya Muhammedu. Çünkü çağırmakçı bo'lgan isim taq söz bo'lib qolsa, bunun da nima qiladi? Taq pesh o'qiladi. Taq pesh o'qiladi. Ağını xato. 11. sual bu mu munodaninki, lekin buning munodasi qanday deganda buningki bir ikki so'zni tarkib topgan ismlarni chaqirish. Abdullah, Abdurrahman deganga o'xshagan. Agar biz chaqirmoqchi bo'lgan so'z yolg'iz bo'lib qolsa, taqpash o'qiymiz, qo'shib bo'lib qolsa, birinchi bo'lakini zavar o'qiymiz degan. Buningda birinchisida ya Abdullah berilgan, ikkinchisida ya Abdullah berilgan, uchinchisida ya Abdullah berilgan. Qaysi to'g'ri? Albatta, ikkinchisi ya Abdullah bo'lishi to'g'ri. 12'si tuvandagi so'zlardan to'g'ri so'zni tanlang. Ya'ni bir so'zga alif lam kirgandan keyin qo'shiq qo'llanadi, taqmo buni bilmoqchi. Birinchisida al-baytun berilgan, ikkinchisida al-baytu berilgan. Qaysi to'g'ri? Al-baytu taqish to'g'ri. Taqish. Bu ikkisi to'g'ri desak-mu xato, al-baytun desak-mu xato. 13'si tuvandagi so'zlardan to'g'ri so'zni tanlang deb bunda Fatimatun ve Fatimatu ikkisi to'g'ri degan 3 dan tanlash berilgan. Buningda Fatimatu to'g'ri. Nima uchun? Ayollarning ismlari qo'shib o'qilmaydigan ismlar. Qo'shib o'qilmaydigan ismlar. Biz buni so'zlagan.
Şu ikkilisi to'g'risakmi xato, Fatimatun deb buni tanlasakmi xato. 14-ga tarjima qildigan nimadan birini bergan, tarjima qildigan. Bunun tövəndəki cümlələrini tərcümə qılanda xarajat talibu minel madrasati degan bu cümle bergen. Bunun da köpüncə oxucular to'g'ri tərcümə qılgan. Yəni o'quvchi maktabdan chiqib bozorga ketdi yoki o'quvchi maktabdan chiqdi va bozorga ketdi deganlarning to'g'ri. Bizim shuning bilan bizningki imtihonimizningki savoli oyoqlashdi. Bugungi imtihon savoli qiyin emas. Agar sizlar ozroq vaqtinglarni chiqarib o'rganib bergan bo'lsanglar, bu qiyin emas. Endi bizning imtihonninki muloyisi mush yerda oxirlashdi. Boshqa so'raydigan savolinglar bo'lsa, darsxonamizga yoki mush bevosita taqtish nimamizga so'rasanglar, javob beramiz. Agar boshqa savolinglar bo'lmasa, biz bugungi darsning muzokarasini boshlaymiz. Endi biz bugungi darsimizda asosliq o'rgangan mazmun qaysi deganda, bugungi darsimizda biz hazihini o'rgandik. Uning oldingi darslarda biz hazani va zalikani o'rgangan. Hazihi biz dars tushundirgandek bu yaqindagi, ko'z oldimizdagi oyolliq, birlik narsalarni ko'z tutishni ishlatamiz va jonliqlarni, ayollik turiga tabi, ayol jinsiga tabi bo'lgan ismlarni qanday qilamiz ko'rsatamiz. Biz endi bunun yiroqni, ya'ni ayollikning yiroqini keyingi darsimizda so'zlaymiz. Endi haza erning ekan, hazihi ayollikning ekan. Buni jonliq bo'lib qolsa, jins qarab ayiradi ekanmiz. Jonliq bo'lmay, narsa kerak bo'lsa qanday qilamiz deganda, agar jonliq bo'lmay, narsa kerak bo'lib qolsa, uning oxiridagi ta'ga qaraymiz. Ayollikning ta'si bo'lsa, ayollikqa ta'va, ayollikning ta'si bo'lmasa, erlikka ta'va bo'ladi. Mana bugun masalan evatgan grammatikaga o'xshash ism er ayollik deb ikkiga ayriladi. Erlik deganimiz jonliqlarning erkakchisini ko'rsatadi, ya'ni erkakini ko'rsatadi. Nars keraklarning ayollikning ta'si bo'lmagan ismlar erlikka ta'va bo'ladi. Ayollik deganimiz jonliq bo'lib qolsa, buning jinsi qarab ayriladi, ya'ni kishisi uning ayollikqa ta'va deb muomala qilamiz. Nars kerak bo'lib qolsa, uning oxirgi kichik ta'ga asosan muomala qilamiz. So'raydigan savolinglar bo'lsa, so'rasanglar, agar so'raydigan savolinglar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi mush yerda yakunlashgan bo'ladi. Bir savaqdash 3-savolning talabidagi g'irorihi degan so'zning nima ma'nosi bor debdi. G'irorihi deganimiz shu bo'yicha degan gap. Shu bo'yicha degan gap, ha. Ya'ni misolni o'qing, shu bo'yicha jumla tuzang deymiz-ku. Shu yerdagi shu bo'yicha degan ma'nosi bor. Shu bo'yicha degan gap. Yana boshqa savollar bormi qarindoshlar? Boshqa imtihondagi tushunmagan savollar bo'lsa yoki bugungi darsimizga munosabatli tushunmagan savollar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi.
Başqa sual barmı yo'qmi arkadaşlar? İmtihanni umumiy jihatda imtihani yaxshi, ammo bir qism o'quvchilarda o'zlashmaslik ahvoli bor. Bir qism o'quvchilarda o'zlashmaslik ahvoli bor. Unda bo'lsa arkadaşlar başqa savollar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi mushu yerda oyoqlashdi. İnşallah kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Bu yerda bir savatdoshimiz bunda savol so'rabdi. Ayollik so'zni yasagan vaqtimizda uning oxiriga ayollikning ta'sirini qo'shib yasag'ili bo'lmaydigan so'zlar. Ya'ni har qanday so'zning oxiriga mushu ayollikning ta'sirini qo'ysak, ayollik o'zgaramdi deydi. Unda emas. Bu faqat sifat yoki bir kasbni bildiradigan, ya'ni kasb, hunar kasbni bildiradigan so'zlarga mushunda qo'shib yasag'ili bo'ladi. Bundan boshqa so'zlarga qo'shib yasag'ili bo'lmaydi. Masalan, solihun yaxshi desak, solihah desak, ya'ni solihatun desak yaxshi ayol degan bo'ladi. Muslim, musulmon, muslimatun. Bunda bir sifat yoki bir hunar kasbni bildiradigan ishlarga bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Tabibun desak, oxiriga ta'ni qo'shib tabibatun desak, ayol doktor desak bo'ladi. Hamma so'zlarga emas, faqat hunar kasb yoki bir sifatni bildiradigan so'zlarga. Lahmun degan so'z, bir o'quvchimiz lahmun degan so'z ayollikqa kiramdi debdi. Lahmun degan so'z ayollikqa kirmaydi. Ammo sallajatun oxirida tabivallik uchun bu ayollikqa kiradi. Yana boshqa savollar bormi arkadaşlar? Agar boshqa savollar bo'lmasa, bugungi darsimizning muzokarasi mushu yerda oyoqlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.